Butun konteynerlar va konteyner mahsulotlari ko'rib turibsizlar, akalarimiz o'zlari olib kelishib, maydalashib, xolasangiz butunni sotishadi, xolasangiz mahsulotlarni alohida ham sotishaveradi. Xo'sh, bu yerda konteynerda poliga keladigan bo'lsa, ya'ni polliqlari razmeriga qarab turib 70 ming so'mdan boshlanib, bu yoq o'sha 120 ming so'm, 140 ming so'mgacha har xil variantlarda bor ekan. Konteyner listlarga keladigan bo'lsak, yonlis, tomlis narxi bir xil ekan, 1 kvadrati 113 ming so'mdan ekan. Xo'sh, lagalarga keladigan bo'lsak, standart lagamiz 85 ming so'm, bitta tomoni katta, bitta tomoni kichkinasi 80 ming so'm, o'rtasida qovurg'a bori qadrdonlar, narxi 90 ming so'mdan ekan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaversa, undan tashqari konteyner ruchkalari, chanasi, 6x6 profili hammasidan bor. Konteyner listidan chiqqan profillarga keladigan bo'lsak, 4x4 profil, qalinligi 1.7, 1.8, ichi ham tashi ham kraska bo'ladi. Narxi 17500 so'm 1 metri. Agarda bunda naves qiladigan bo'lsangiz, 12 metrgacha bemalol ko'taraveradi, bez ustun. Xo'sh, undan tashqari qadrdonlar, bu yerda 6x4 profili bor ekan. Bunimizni qalinligiga keladigan bo'lsak, 2.2, 2.1 bo'ladi. Agarda bundan naves qiladigan bo'lsalar qadrdonlar, naves 18 metrgacha bez ustun firma to'qib turib naves qilsalar bo'laveradi. Hozirgi kunda bunimizni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 25 ming so'mdan. Bundan tashqari teplitsa uchun, naves uchun har xil P profil, S profil, lato qanaqangi profillar kerak bo'lsa, akalarimiz chiroyli qilib yasashib, butun O'zbekiston bo'yicha kelishilgan narxlarda yetkazib berishadi. Manzil Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Kamantera qishlog'idan bo'lyapti.